har doim aytadigan narsa, agar bolalaringlarda moyaklari tepada joylashgan bo'lsa, ya'ni kriptarxizm bo'lsa, 1,5 yoshgacha operatsiya qildiringlar. Bemor kelgan Namangan viloyatidan 13-14 yoshida moyaklar tushirilgan, bitta moyak tepaga chiqib ketgan, shu bo'yi atrofiya bo'lib, yo'q bo'lib ketgan. Bitta единственный moyak qolgan, lekin u ham yaxshi ishlamagan. Bemorda azospermiya urug'i 0. Hozir bemorda operatsiya qildik. Mikrotezi operatsiyasini qildik. Urug'lar chiqmadi. Bemorda varikoselli operatsiya qildik. Shu единственный moyakda urug' topa olmadik. Ham yo'q ideal edi, lekin urug'lar yo'q. Gistologiya oldik, ya'ni ichidan to'qimani ozgina olib qo'ydik. Bu gistologiyaning javobi 15-20 kunlar chiqadi. Shu gistologiya javobiga qarab turib, urug'ga aylangan hujayra bor desa, darsi lecheniya qilib harakat qilamiz. Zavod taktugi bilan yo'q deydigan bo'lsa, afsuski, bunaqa holatlarda biz hech qanday yordam bera olmaymiz. Gapimni boshqa aytadigan bo'lsam, hurmatli ota-onalar, bolalaringlarni moyagini prosta ushlab ko'rib qo'yinglar. 10 yoshida hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham, детский urolga, bolalar urologiga borib ko'rsatib qo'yinglar.